Oshxonaga Xonsaroy 6-kvartalga kelganman, diplomatga 2 xona 54 kvadrat, balkoni yana 20 kvadratli yangi yevro remont chiqqan 6-qavatda hozirlik ko'rsataman. Mana 6-qavatga chiqdik. Yangi yevro remont, mana kiraverishlari, mana buni ko'rsating. Mana zal. 2 xonani 3 xona qilib yuborishibdi, qoyil lekin kichkina kvadrat 54 kvadratdan unumli foydalanishga. Mana hamma xonalarda oyna bor, balkoni, aylana balkon, hozir ko'rsataman. Mana zallari ham juda chiroyli chiqqan. Mana bu yoqdan ham eshikdan ham chiqsa bo'ladi. Xo'sh, bu yog'imiz mana родительский xona. Bitta kirib ko'rsatib turasiz. Spanli mebellari bor. Endi zalga o'zingizga xohlasangiz stol, xohlasangiz divan olasizlar. Xo'sh, bu yog'imiz mana sanuzilli joylashgan. Chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek, sifat zo'r, remont yaxshi, yangi remont, hech kim yashamagan. Bu yog'imiz mana oshxona. Oshxona ham katta keng, bemalol olib stol, xolodilniklarni qo'yasizlar. Mana endi balkonni ko'rsataman, mana chiqing. Balkon где-то 20 kvadrat, uy 54 bo'lsa, 20 kvadrat balkondan oshiq ham chiqadi. Mana aylana balkon. Bemalol tabiatni tomosha qiling, mana bu yerda o'ynab, ko'rpachalarni tashab, yozlarda uxlasanglar ham bo'ladi, xullas betlarda. Endi narxiga kelamiz. 6-qavat 2 xona, 3 xona qilingan uyimizni egalari 89.500 so'rashyapti. Ozgina kelishtiradigan joyi bor. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.